Assalomu alaykum. Rahbar yaxshimisiz, tuzimsiz, boshliq ekansiz? Yo'q, boshliq Kimsiz? Injener texnolog. Qatki? Eko shahar bo'yicha. Eko shahar bo'yichami? Hozir nima bo'lgan bu? Odamlardan nimaga suv yo'q? Ishli, hududiga qarashli eko shahar suvsiz o'tiribdi ekan. Bu qay darajada to'g'ri? Sanjar aka aytingchi aka. Avariya holati bo'lgan aka. Xalqi pulidan ketgan narsa mana bu narsa. Qay darajada? Hormay aka. Siz kimsiz? Ishlayapmiz. Kim? Ustamiz biz. Usta bo'lsangiz, udostreniyingiz so'rayapsiz, hali rahbarlarga o'xshab. Rahbar basmisiz? Yo'q, Iloyim rahbar bo'ling-a. Baxtki 82 milliard pul ajratilgan ekan. 82 milliard shunaqangi trubalarga ajratilganmi? Yo, siz nimaga bo'lmasam javob beryapsiz? Biz tashkilotdamiz, qurilish tashkilotidamiz. Yo'q, qurilish tashkiloti qilyapti. Madakan ham qilgan yo'q demoqchiman, nima? Yo, tushundim, yollanma ishchi bo'lib qilyapsizlarmi? Kim zakaz qildi sizlarni axir? Ashuni bilib olaylik deyapman. Ha? Bor. Ana, udostreniyam. Ataylar shuni so'raysiz deb berib qo'ydim teskarisi, ha. Ashbolarni so'ravering. Ha? Yo'q, siz kimsiz o'z vaqtda? Men ustaman. Ha, ustamisiz? Uzr aka. Tashkilotlar sal iymon insofga qaytaylik. Ha. 82 milliard pul ajratilgan ekan. 82 milliard shunaqangi trubalarga ajratilganmi? Kim bunga e'tibor qaratadi? Kim bunga huquqiy baho beradi? Davlatimiz tomonidan aholi uchun sifatli, yaxshi yashash uchun pullar ajratilyapti. Lekin nima sababdan aholiga sifatli truba berilmayapti? Bu yorilgandi, qaranglar, uncha ko'p bo'lmagan, bosim berilgan deyilyapti bizga yetib kelgan ma'lumotga ko'ra. Bu qay darajada to'g'ri? Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar aka, sizlar? Aka, qaysi tashkilotdansizlar? Bizni boshlig'imiz uni biz chasnaymiz. Ha, chasni. Yollanma ishchi ekansizlar, to'g'rimi? Ha. Ono kapchali aka. Hammalaring yollanma ishchimisizlar? Ha. Mas'ul odam kim batta? Ha? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar? Bu yollanma ishchilarmi bular? Ha? Qaysi tashkilotdansizlar? Qurilish tashkiloti. Qurilish tashkiloti? Qaysi qurilish tashkiloti? Men yollanmaman. Sabto. Yollanma, qaysi yollanma? Ha? Qana yollanma, qana tashkilotdansizlar? Firmalaring oti nima? Qaysi firma? Firmamiz. Siz kimsiz o'zi? Ha? Kimsiz? Jurnalistmanman. Men ishlayapman, men bilmayman men. Yo, siz nimaga bo'lmasam javob beryapsiz? Biz tashkilotdamiz, qurilish tashkilotidamiz. Yo'q, qurilish tashkiloti qilyapti. Madakan ham qilgan yo'q demoqchiman, nima? Yo, tushundim, yollanma ishchi bo'lib qilyapsizlarmi? Kim zakaz qildi sizlarni axir? Ashuni bilib olaylik deyapman. Ha? Bor. Ana, udostreniyam. Ataylar shuni so'raysiz deb berib qo'ydim teskarisi, ha. Ashbolarni so'ravering. Ha? Ashbolarni. Yo, siz kimsiz o'z vaqtda? Men ustaman. Ha, ustamisiz? Uzr aka. bo'ldi. Ha. Hormay aka. Siz kimsiz? Chetda ishlayapmiz. Kim? Ustamiz biz. Usta bo'lsangiz, udostreniyingiz so'rayapsiz, hali rahbarlarga o'xshab. Rahbar basmisiz? Yo'q, rahbar. Iloyim rahbar bo'ling-a. Baxtki. Qarang, hozirgi paytda eshitishimga qaraganda eko shaharga suv masalasiga 82 milliard pul ajratilgan ekan. To'g'rimi? Yo'q, uni bilmayman, necha pul ajratilgan. 82 milliard pul ajratilgan ekan. Aynan holat hozirgi paytda 2 kundan beri odamlar suvsiz o'tirishi qay darajada to'g'ri aka? 2 kundan beri mana eko shahar, Farg'ona viloyati Farg'ona shaharga qarashli, hududiga qarashli eko shahar suvsiz o'tiribdi ekan. Bu qay darajada to'g'ri? Sanjar aka aytingchi aka. Avariya holati bo'lgan aka, bitta 400 likda. Shuni hisobiga vaqtincha 16 ta domda hozir suv yo'q. Shuni qilyapmiz. Ana Sanjar aka, men ustalardan tasdiqladi shu narsani. Biz yollanma ishchimiz deyapti. Yollanma ishchi ishlatish qay darajada to'g'ri? Men ular Mutaxassis ishlash kerak-da, bu nimada to'g'rimi? Sanjar aka? Lekin bular mutaxassis emas, balki yollanma ishchimiz deyapti. Shu to'g'rimi? Shunaqa. Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, Farg'ona viloyati hokimligi mana mutaxassis ishlaydigan joyda hozirgi paytda yollanma ishchilar ishlayapti. Bu qay darajada to'g'ri? Mana aka kim? eko shahar bo'lim boshlig'i. Assalomu alaykum. Rahbar yaxshimisiz, tuzimsiz, boshliq ekansiz? Yo'q, boshliq. Kimsiz? Injener texnolog. Qatki? Eko shahar bo'yicha. Eko shahar bo'yichami? Hozir nima bo'lgan bu? Odamlardan nimaga suv yo'q? Odamlarda qurbamizda yorilish paydo bo'lgan.
Ha? Ko'rib turibsizlar. O'sha remont bo'lguncha suv to'xtatib Remont qilishyapti, to'g'rimi? remont qilishyapti. Demak, odamlarga suv berish uchun harakat ketyapti. Harakat ketyapti. Tushundim. Eshitishimga mana siz rahbar odamsiz, bu narsani bilishingiz kerak. Aynan suv masalasi bo'yicha trubalarga, boshqalarga, balolarga, xullas hamma narsaga, mana shu suv masalasiga taalluqli masalaga 82 milliard pul ajratilgan ekan. Ziyod. Endi to'g'rimi? Xabaringiz bor? Endi sal eshitganim. Ha, endi eshitgan bo'lsangiz, hozirgi paytda bu yerda ishlayib turganlar yollanma ishchi bo'lib ishlayib turgan ekan. Mutaxassis Bulardan emas. xabarim yo'q. Mana so'rang aka, yuring birga so'raymiz. Buyurtmachi tashkilot o'zining xodimlari kelib, Buyurtmachi rahmat tashkilot kim qilib hozir? berishyapti. Buyurtmachi tashkilot 400 bilmayman to'g'risini. Eka shaharda. Endi yangi keldim men ham. Injener texnik bo'libman. Injener bo'lsangiz. Ya, injener ham rahbari jon aka. Bilmayman. O aka, o ishchilar. Yuring birga so'raylik, sizni vakolatingiz bor. Yo'q, vakolatingiz bor. Nimaga aynan mutaxassis ishlamayapti? Yollanma ishchi. Yo'q, mutaxassislar Mumkin shekilli. emas, mutaxassis emasman deyapti. Yollanma ishchiman deyapti. Yollanma ishchiman deyapti. Bularga aloqamiz Ustaman yo'q. deyapti. Oddiy ustalar ishlayapti hozir aka. Biz bularga aloqamiz yo'q. Gap yo'q deb. Rahmat. O, yana syomka qilib ketdi o'sha rahbari shekilli. Mutaxassislar yo yollanma ishchimi? Sizlar yollanma ishchisizlar, to'g'rimi? Menmi? Men blogerman aka. Yaxshi. Shuhratjonman Isanov aka familiyam. Tanishganimdan xursandman. Odamlar murojaat qilgan, aynan odamlar 2 kundan beri suv yo'q. Unitazdan sasib ketdi, bijib ketdi deyapti. Bu holat bo'yicha men bitta qurilish nazorat inspeksiyasida nimada xalqda gasim deyiladi. Suv ichimlik suv. Ha, demak Sherzod akani Ichimlik suv va shundan foydalanish bo'limini boshlig'i bo'laman. Familiyangiz Saqib. tanishganimdan xursandman, Shuhratjonman, Mirzohid aka. Mirzohid aka. O'tgan Tanishganimdan xursandman. Hozir shu holatda hozir mana endi hozir kelib baho beraylikchi, ko'raylikchi. Nima sababi nima? Sherzod aka, assalomu alaykum. Barib ko'rasiz Sherzod aka nimasini. Aka qarang, men tushundim. Sizlarga e'tiroz yo'q. Lekin bitta narsani nazorat qilishlaring kerak edi-da. Shu yerda hozirgi paytda mutaxassislar ishlash kerak. Mutaxassislar ishlash kerak. Balki yollanma ishchilar emas. Hozir so'rayim, hammasi yollanma ishchiman deyapti menga. Bu qay darajada to'g'ri? Mana sizlar bilan hozir kelib turgan joyim. Hozir hal qilamiz shunga. Kelada chizimlarni bemalol onlayn efir qilib olib borasiz. Bilib surishtirib olib boramiz. Bo'ldi. Biz tayyormiz, hamkorligimiz zo'r sizlar bilan. Bu bo'yicha holat bo'yicha haqiqatan ham mana holat bo'yicha turbalarda bosimga bardoshliligi 603 deyiladi. 603 atmosfera bosimi ko'tariladi. Lekin bu yerda suv kecha kuni holatda 7 davleniya berib ko'rildi ya. Bo'lgan yo'q edi. Mana bu holatda gidrodara bo'lyaptimi? Xatar o'rganishdan olib boryapmiz. Natijasi bo'yicha hozir yana qator siz bilan qilib ko'rib chiqamiz. Demak, trubalar ham talabga javob bermayapti. Endi buni sertifikatlarini biz ko'rib chiqqanmizda sertifikatlarni haqiqatda bergan nimalarida shuncha davleniya ko'tariladi deyapti. 603 bergan bilan unga 1.5 plus berganimiz 8 davleniya ko'tarish kerak-da bu. Bu ko'tarilmay qolyapti. Buni masalani bir joyga qo'yib yuborish ham noto'g'ri bo'ladi. Bu qator buni turbani O'rganish kerak. tekshirib ko'rishimiz kerak bu holatda. Ekspertizaga. Ekspertiza beramiz, buni turbani holatini tekshirtiramiz. Rahmat sizlarga. Bu yerda pudratchi tomonidan ayb bo'lyaptimi yoki ishlab chiqarish tomonidan ayb bo'lyaptimi yoki xizmat ko'rsatish tomonidan ayb bo'lyaptimi? Suvni berish tartibi ham bor-da, bosimda. Gidrodar bo'lganda yozib ketib qoladi-da. O'rganamiz birga sizlar bilan, xudo xolasa. Xudo xolasa.